bitada o'xshab chiqadigan choyxona palov retseptini 1 minut vaqtini ajratsanglar, o'rganib olasizlar. boshladik. Azizlar, ertaga hayit bayrami. Bayram dasturxonini ko'rki esa bu palovxon to'ra. Ayniqsa u choyxona palov bo'lsa, shu choyxona palov retseptini sizlarga to'liq qilib ko'rsatib berishga harakat qilamiz. Qizib turgan qozonga dumbalarni solib, jizza qilib olamiz. Suyakli go'shtlarimizni solib, uni qizartirib olamiz. O'zi birinchi bo'lib nega suyakli go'sht solinadi? Bilsanglar javobini kommentariyada yozib yuboringlar. Endi piyozlarni solib, qip-qizil bo'lguncha qovurib olamiz. Undan keyin go'shtlarimizni solib, yaxshilab qovurib olamiz. Go'shtga yetarlicha tuz berib, sabzilarni solib, qovurishda davom etamiz. Sabzilar bo'shashgandan keyin ularni ko'madigan qilib, ustidan suv quyamiz. Zira sepib, chesnovlarni joylashtiramiz. 1,5 soat qaynagan zirvakka 1 soat sovuq suvda yuvilgan guruchlarimizni solamiz. Olovni baland qilamiz, guruchni tekislab, ustini yopib, 20 daqiqaga parlatib olamiz. Bu orada choyxona palov bilan zo'r chiqishadigan qatuli salat tayyorlab olamiz. Yosh kattalar uchun esa turib ham esdan chiqmasin. Parda yetilgan guruchlarimizni yaxshilab aralashtirib, yana 15 daqiqa past olovda dimlab qo'yamiz. Mana palovxon to'ramiz ham tayyor bo'ldi. Shu retsept asosida tayyorlab ko'rsanglar, sizlar ham boshinglar bitada o'xshab chiqadi. Shu kichik mehnatimizni qo'llab-quvvatlab tursanglar, keyingi ishlarimizda bu bizga qo'shimcha kuch bo'ladi. Ona qizlarim, mana shunaqa choyxona palovdan uyda tez-tez tayyorlab tursanglar, kuyov bolalar choyxonaga emas, uyga shoshadigan bo'lishadi. To'g'rimi Toshag'im? Bilmasam, do'da hali uylanmaganman. Ya, bu yil to'yganda bo'lsa. Xolos. Azizlar, Nokli Flavis bo'lsa, bayramona dasturxoninglarni doim bezab turadi. Yoqimli ishtaha.